Assalomu alaykum. 2025-yilda mamlakatimiz hayotida tarixiy voqealar juda ko'p bo'ldi. Iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlarining o'sishi, yalpi ichki mahsulot ishlab chiqarish hajmining oshishi, ta'lim, sog'liqni saqlash, sport va boshqa sohalarda o'zgarishlar va yutuqlar haqida uzoq gapirish mumkin. Shuningdek, O'zbekistonda umummilliy birdamlikni, millatlararo do'stlikni, xorijdagi vatandoshlar bilan aloqalarni mustahkamlash sohasida ham tarixga muhrlanib qoladigan tashabbuslar amalga oshirildi. Avvalo, hurmatli prezidentimiz tomonidan 2025-yil 19-mart kuni ikkita muhim tarixiy hujjat umummilliy totuvlik va xorijdagi vatandoshlar bilan aloqalarni mustahkamlashni yangi bosqichga olib chiqishga oid chora-tadbirlar to'g'risidagi farmon hamda O'zbekiston Respublikasi Millatlararo munosabatlar va xorijdagi vatandoshlar masalalari bo'yicha qo'mitasi faoliyatini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga imzo qo'yilganini alohida ta'kidlash joiz. Ushbu hujjatlar asosida O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi huzuridagi Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasi negizida O'zbekiston Respublikasi Millatlararo munosabatlar va xorijdagi vatandoshlar masalalari bo'yicha qo'mitasi tashkil etildi. Ushbu qo'mita millatlararo munosabatlar hamda xorijdagi vatandoshlar masalalari sohasida davlat siyosatini amalga oshiruvchi, davlat organlari va tashkilotlarining ushbu yo'nalishdagi faoliyatini muvofiqlashtiruvchi vakolatli respublika ijro etuvchi hokimiyat organi etib belgilandi. Berilgan yangi imkoniyatlar tufayli qo'mita o'tgan davrda manfaatdor vazirliklar va idoralar, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimiyatlari, shuningdek milliy madaniy markazlar, do'stlik jamiyatlari bilan birgalikda xorijdagi vatandoshlarning jamoat birlashmalari bilan hamkorlikda bir qator muhim vazifalarni amalga oshirdi. Avvalo, ko'p millatli yagona oila tuyg'usi muhitini mustahkamlash maqsadida 2025-yil davomida hamkor tashkilotlar bilan birgalikda butun respublikamiz bo'ylab jami 10 mingdan ortiq turli tadbirlar o'tkazilganini ta'kidlash zarur. Shulardan ayrimlari haqida alohida to'xtalib o'tmoqchiman. 2025-yil 30-iyul, ya'ni Xalqlar do'stligi kuni munosabati bilan 25-30-iyul kunlari butun mamlakatimiz bo'ylab do'stlik festivali o'tkazildi. 10-15 noyabr kunlari bag'rikenglik haftaligi keng nishonlandi. Ularda 15 mingdan ortiq yurtdoshlarimiz, turli millat vakillari, konfessiyalar vakillari faol ishtirok etdi. Ushbu festival va haftalik doirasida mamlakatimizning barcha hududlarida ijodiy uchrashuvlar, xalq amaliy san'ati, hunarmandchilik ko'rgazmalari, bolalar oromgohlarida ham do'stlikni ulug'lovchi tadbirlar, do'stlik ohanglari, O'zbekiston bag'rikeng diyor nomli tantanali madaniy ma'rifiy dasturlar, sport tadbirlari, xorijlik ekspertlar ishtirokida xalqaro konferensiyalar o'tkazildi. Do'stlik festivali doirasida eng faol milliy madaniy markaz va eng faol do'stlik jamiyatlari onlayn tanlovlari o'tkazildi va ularning g'oliblari tantanali taqdirlandi. Do'stlik festivali ommaviy axborot vositalarida juda keng yoritildi. Yurtimizdagi faoliyat ko'rsatadigan ommaviy axborot vositalari bilan birga 20 dan ortiq mamlakatlarning ommaviy axborot vositalarida ham turli mavzulardagi, turli janrlardagi axborot materiallari keng tarqatildi. Xususan, dunyoning eng nufuzli nashrlaridan biri bo'lgan 30 milliondan ortiq o'zining auditoriyasiga ega bo'lgan Euronews saytida alohida maqola chop etildi. 2025-yilning yana bir muhim tarixiy voqealari sifatida prezidentimizning bevosita tashabbuslari bilan milliy madaniy markazlar pavilyoni barpo etilganini alohida ta'kidlash zarur deb hisoblayman. Umuman Millatlararo munosabatlar qo'mitasi joylashgan bino hududidagi bu pavilyonni biz umummilliy birdamlik shaharchasi deb aytishga barcha asoslarimiz bor. Ushbu pavilyonni ochilish marosimida mamlakatimizda faoliyat ko'rsatayotgan 30 ga yaqin diplomatik missiyalar rahbarlari, xodimlari ishtirok etdi.
va ular tomonidan ushbu pavilyonning barpo etilishi butun dunyoda xorijiy davlatlarda o'sha milliy madaniy markazlar bilan turli millatlar ozchilikni tashkil etuvchi millatlar bilan ishlash tajribasida bir noyob hodisa sifatida baholandi va ushbu shaharcha O'zbekistonda umummilliy birdamlikning bir ramziga aylanib qolishi haqidagi fikrlar o'rtaga tashlandi. Milliy madaniy markazlar pavilyonida shu kunga qadar 100 dan ortiq yirik ma'naviy ma'rifiy tadbirlar o'tkazildi. Ularda jami 60 mingga yaqin turli millat vakillari ishtirok etdi. O'zining har xil bayramlari, tadbirlari, milliy urf-odatlari, an'analaridan kelib chiqadigan turli shakldagi tadbirlarini tashkil etdi. Shuningdek, ushbu pavilyonga shu kunga qadar 20 ga yaqin davlatlarning delegatsiyalari tashrif buyurdi. AQSh, Armaniston, Belarus, Vyetnam, Gruziya, Gretsiya, Isroil, Latviya, Rossiya, Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston, Turkiya, Ozarbayjon, Xitoy, Turkmaniston kabi davlatlardan 200 dan oshiq mehmonlar tashrif buyurdi. Davlatimiz mustaqilligining 34 yilligi munosabati bilan qo'mita va milliy madaniy markazlar tomonidan vatan uchun, millat uchun, xalq uchun shiori ostida katta madaniy ma'rifiy tadbirlar ham aynan mana shu milliy madaniy markazlarning pavilyonida juda katta ko'tarinki ruh bilan, kayfiyat bilan nishonlandi. 2025-yil iyul-noyabr oylarida Qoraqalpog'iston Respublikasi, Samarqand, Surxondaryo, Toshkent, Andijon, Farg'ona, Namangan, Qashqadaryo, Xorazm, Buxoro viloyatlarida bo'lib, turli millat vakillari istiqomat qiladigan mahallalar, chegaradosh hududlarda sayyor uchrashuvlar, muloqotlar o'tkazildi. Milliy taomlar festivallari, amaliy san'at va hunarmandchilik buyumlari ko'rgazmalari, madaniy ma'rifiy tadbirlar tashkil etildi. 2025-yil yozidan boshlab ilk marotaba yozgi oromgohlarda har bosqichning 10-kunida millatlar do'stligi kuni sifatida turli tadbirlar tashkil etish amaliyoti yo'lga qo'yildi. Bolalar yozgi oromgohlarida ushbu an'anani yo'lga qo'yilishi bolalarda yoshligidanoq millatlararo do'stlik, umummilliy birdamlik g'oyalari, bag'ri kenglik g'oyalarini keng ongi tafakkurida keng shakllanishiga xizmat qiladi deb hisoblaymiz. Umuman qo'mita tomonidan umumxalq bayramlarini nishonlashga ham alohida e'tibor berildi. Milliy madaniy markazlarning tashabbusi bilan oktyabr oyi qo'mitada va milliy madaniy markazlarda O'zbek tili oyligi deb e'lon qilindi. Ushbu oylik doirasida bir nechta tadbirlar o'tkazildi. Shulardan biri Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili va adabiyoti universiteti huzuridagi davlat tilida ish yuritish asoslarini o'qitish va malaka oshirish markazi bilan birgalikda o'sha milliy madaniy markazlarimiz rahbarlari va faollarini o'zbek tiliga o'qitish bo'yicha memorandum imzolandi va dastlabki guruh oktyabr oyida o'qishini boshlab qisqa 3 oylik kurslarida mana yaqinda ushbu kurslarni yakuniga yetkazdi. Endi hozir shu kunlarda yangi kurslarni boshlash arafasida turibmiz. O'zbek tili oyligi doirasida turli millat va elat vakillari o'rtasida o'zbek tiliga bag'ishlangan eng yaxshi she'r ijrochisi va o'zbek tilida ijro etilgan eng yaxshi qo'shiq onlayn tanlovlari o'tkazildi. Milliy madaniy markazlar pavilyonida o'zbek tili barchamizni birlashtiradi shiorida ostida tashkil etilgan katta madaniy ma'rifiy tadbir doirasida ushbu tanlovlarning g'oliblari ham tantanali taqdirlandi. Umuman qo'mita tomonidan nafaqat O'zbekistondagi rasmiy milliy bayramlarni, balki turli xalqlarga xos bo'lgan bayramlarni nishonlashga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan Sabantuy bayrami, Chuqusok bayrami, Oxi bayrami, Derviza bayrami, Qovun sayli, bundan tashqari turli millatlarning adiblari bo'lgan katta ijodkorlarni yubiley sanalarini nishonlashga ham alohida e'tibor qaratildi. Shuningdek, Abay Qononboyev, Chingiz Aytmatov, Maxtumqulov Rog'iy tavallud kunlari nishonlandi. Ushbu sanalarning nishonlanishi ham mamlakatimizda millatlararo do'stlikni rivojlantirish, o'zaro madaniy, ma'rifiy, adabiy aloqalarni rivojlantirishga, umuman qardosh xalqlar adabiyotidan xalqimizni bahramand qilishga munosib hissa qo'shadi deb hisoblaymiz.
millatlararo totuvlikni ta'minlash sohasidagi ishlarni ilmiy yondashuv, chuqur tahlil asosida olib borish maqsadida uzoq yillik tajriba va yuqori malakaga ega bo'lgan 40 nafardan ortiq tarixchi, arxeolog, etnolog, filolog, sotsiolog, siyosatshunos, jamiyatshunos kabi mutaxassis va olimlardan iborat doimiy muloqot platformasi yo'lga qo'yildi. Millatlararo munosabatlar, umummilliy hamjihatlik va birdamlik yo'nalishida faoliyat olib borayotgan va sohada chuqur bilimga ega bo'lgan 30 ga yaqin mutaxassis ishtirokida ekspertlar guruhi shakllantirildi. Millatlararo munosabatlar bilan bog'liq mavzular yoritilgan 100 dan ortiq maqolalar tayyorlandi va ommaviy axborot vositalarida e'lon qilindi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasida Millatlararo munosabatlar qo'mitasi raisining mamlakatimizda umummilliy totuvlikni ta'minlash sohasida amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risidagi axboroti eshitildi. Hurmatli Prezidentimiz tashabbuslari bilan mamlakatimizda umummilliy birdamlikni ta'minlash, millatlararo do'stlikni mustahkamlash sohasida amalga oshirilayotgan ishlar deputatlarimiz tomonidan yuqori baholandi. Bundan tashqari, xorijdagi vatandoshlar bilan madaniy, ta'lim va iqtisodiy aloqalarni mustahkamlashga qaratilgan Assalom O'zbekiston, O'zbekistonlik bitiruvchilar va yangi avlod kabi yangi dasturlar va loyihalar, shuningdek, Butunjahon O'zbekiston birdamlik kunini belgilash bo'yicha loyihalar ishlab chiqildi. 2026-yilda o'tkazish rejalashtirilgan vatandoshlar Butunjahon qurultoyiga tayyorgarlik ko'rish maqsadida Yevropa Ittifoqi, AQSh, Kanada, Birlashgan Arab Amirliklari hamda Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi davlatlarida 4 marotaba vatandoshlar mintaqaviy forumlari tashkil etildi. Tadbirlarda 10 mingga yaqin vatandoshimiz ishtirok etdi hamda ijtimoiy-iqtisodiy yo'nalishlarga oid 1000 ga yaqin o'z takliflarini taqdim etdi. Shuningdek, Buyuk Britaniya, Koreya Respublikasi, Rossiya, Xitoy, Ozarbayjon va Turkiya davlatlariga amalga oshirilgan xizmat safarlari davomida vatandoshlar bilan muloqotlar o'tkazildi va ular ishtirokida milliy bayramlar, o'zbek tili va madaniyatiga oid 100 dan ortiq tadbirlar o'tkazildi. Bundan tashqari ular duch kelayotgan muammolar, yuzaga kelayotgan qiyinchiliklar o'rganildi hamda ularni bartaraf etish yuzasidan takliflar tayyorlandi. Shuningdek, xorijiy davlatlar rasmiy vakillari bilan uchrashuvlar tashkil etilib, vatandoshlarimizni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va ularga ko'mak ko'rsatish masalalari ular ishtirokida muhokama etildi. Xususan, O'zbekiston delegatsiyasining Rossiya Federatsiyasi, Primoriy o'lkasi hamda Tatariston va Boshqirdiston respublikalariga tashrifi davomida hududlar rahbarlari, vazirlik va idoralar boshliqlari, yirik va kichik ish beruvchilar, vatandoshlarimiz va o'zbek jamoat birlashmalari rahbarlari bilan uchrashuvlar o'tkazildi. Uchrashuvlar natijasida bir qator kelishuvlarga erishildi. O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 34 yilligiga bag'ishlab AQShning 12 ta shahrida bayram tadbirlari, AQSh va Kanadada istiqomat qilayotgan vatandoshlar uchun vatandoshlar mintaqaviy forumi, Nyu-Yorkning Wall Street ko'chasida vatandoshlar, o'zbek jamiyatlari va shahar meriyasi rasmiylari ishtirokida O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'ini tantanali ko'tarish marosimi tashkil etildi. Tadbirkor va faol vatandoshlarimiz va ularning jamoat birlashmalari bilan 30 ga yaqin uchrashuv, 10 ga yaqin madaniy va sport tadbirlari, jumladan zakovat, intellektual o'yini, osh tayyorlash marosimi, viktorinalar, o'zbek hunarmandlari ko'rgazmasi, yosh rassomlar tanlovi, sport musobaqalari hamda Mustaqillik kubogi futbol turniri tashkil etildi. Shuningdek, tashrif doirasida vatandoshlar jamiyatlari, AQShning Pensilvaniya, Nyu-York, Virjiniya shtatlari va Kanadada istiqomat qilayotgan 56 nafar yirik tadbirkor va yuqori natijalarga erishgan malakali vatandoshlarimiz ishtirokida davra suhbati o'tkazildi. Uchrashuvda O'zbekistonda yangi investitsiya loyihalarini amalga oshirish masalalari, buning istiqbollari muhokama qilindi. Shuningdek, O'zbekistonning Turkiy davlatlar tashkiloti faoliyatidagi ishtiroki doirasida ilk marotaba Toshkent shahrida Turkiy davlatlar tashkiloti 3-diaspora yoshlari forumi tashkil etildi. O'zbekiston Respublikasida istiqomat qiluvchi nemislar masalalari bo'yicha O'zbekiston-Germaniya hukumatlararo komissiyasining 15-majlisi o'tkazildi. Majlis yakunlariga ko'ra
kommunike imzolandi. Mazkur hujjatga komissiya tarkibiga Germaniyada istiqomat qiluvchi vatandoshlarimizning manfaatlarini himoya qilish hamda hududlararo hamkorlikni kengaytirish maqsadida Andijon, Myunxen, Farg'ona, Gamburg shaharlari o'rtasida birodarlik aloqalarini o'rnatish masalalari kelishildi. O'tgan davrda xalqaro hamkorlik geografiyasini kengaytirishga qaratilgan qator uchrashuvlar o'tkazildi. Jumladan 6 ta xorijiy davlatning elchilari hamda elchixonalari xodimlari, 2 ta xalqaro tashkilot vakillari qo'mitada qabul qilindi. Mazkur tadbirlarda millatlararo totuvlik va umummilliy hamjihatlik borasida O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar va mintaqamizning boy tajribasi namoyon qilindi. Shu bilan birga xorijdagi turdosh va vatandoshlar tashkilotlari bilan jami 9 ta hamkorlik memorandumi imzolandi. O'zbekiston Germaniya do'stlik jamiyati tashabbusi bilan mamlakatimiz delegatsiyasining Berlin va Myunxen shaharlariga tashrifi tashkil etildi. Safar davomida O'zbekiston Germaniya do'stlik jamiyati o'zaro madaniy aloqalarni rivojlantirishga kelishib oldi. Tadbirlarni keng jamoatchilikka yetkazish maqsadida ommaviy axborot vositalari 600 dan ortiq materiallar e'lon qilindi. Ijtimoiy tarmoqlarda axborot materiallari joylashtirib borildi. Umuman ommaviy axborot vositalari bilan ishlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. 2025-yilda ilk bor har yili an'anaviy o'tkazib kelinayotgan Oltin qalam milliy tanlovida umummilliy hamjihatlik targ'ib qilish va mustahkamlashga qaratilgan eng yaxshi material uchun nominatsiyasi joriy etildi. Umuman Oltin qalam jurnalistika sohasida juda nufuzli tanlov hisoblanadi. Ushbu tanlovda bunday nominatsiyaning kiritilishi jurnalistlar o'rtasida umummilliy birdamlik, millatlararo do'stlik, bag'ri kenglik g'oyalarini keng targ'ib qilish, ushbu mavzularni keng yoritishga bo'lgan qiziqishni yana bir marta oshirdi deb hisoblaymiz. Turli millatlar va elatlarning vatanparvarlik va umummilliy qadriyatlar atrofida birlashishiga qaratilgan "Men O'zbekiston farzandiman" shiori ostida fleshmob, chellenjlar tashkil etildi. 15 dan ortiq videoroliklar tayyorlandi. O'zbekistonda Shanxay hamkorlik tashkiloti Xalq diplomatiyasi markazi bilan hamkorlikda milliy hamda Shanxay hamkorlik tashkilotlari davlatlari ommaviy axborot vositalarining 40 dan ortiq vakillari uchun millatlararo totuvlik ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlarni keng yoritishga qaratilgan press-tur tashkil etildi. Ushbu press-tur natijasida mamlakatimizda bu sohada amalga oshirilayotgan islohotlar va uning natijalari haqida ko'plab materiallar ommaviy axborot vositalari orqali e'lon qilindi. Umuman olib aytadigan bo'lsak, mamlakatimizda umummilliy birdamlikni ta'minlash, xorijdagi vatandoshlar bilan ishlash, do'stlik jamiyatlarini rivojlantirish, milliy madaniy markazlar bilan ishlashni yangi bosqichga olib chiqish, O'zbekistonda yashayotgan turli millat, elat vakillarining madaniyati, an'analari, qadriyatlari, tilini saqlash va o'sib kelayotgan yosh avlodga ularni o'tkazish borasida bir yangi davr boshlandi deb bemalol aytishimiz mumkin. Umuman 2025-yilda erishilgan natijalarni tahlil qiladigan bo'lsak, 2026-yilda qo'mita oldida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon va qarorlaridan kelib chiqadigan bir qator muhim vazifalar turibdi. Ushbu vazifalarni bizning yaqin hamkorlarimiz bo'lgan vazirliklar va idoralar, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari, milliy madaniy markazlar, do'stlik jamiyatlari, xorijdagi o'zbek diaspora tashkilotlari bilan birgalikda tizimli amalga oshirish bo'yicha barcha choralar ko'rib boriladi. E'tiboringiz uchun rahmat.